Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan muhim bir formulalardan biri ikkita parallel to'g'ri chiziq orasidagi masofani topish formulasini isbotlab ko'rsataman. Foydali degan umiddaman. Demak, formulaning umumiy ko'rinishi bizda quyidagicha o'zi. Demak, ikkita parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani o'zi parallel chiziqlarni yozib oladigan bo'lsak, birinchisini quyidagicha belgilaymiz. y1 barobar kx plus b1, y2 barobar kx plus b2. Demak, klarni bir xil yozganim sababini bildinglar, ular parallel. Demak, koordinatalar o'qini chizib olamiz dastlab. Undan oldin formulani o'zini yozib qo'y. Demak, bizda formula bu ikkita to'g'ri chiziq orasidagi masofani topish formulasi. D barobar demak suratda ozod xatlari ayirmasi b2 minus b1 modulga olib qo'yamiz masofa bo'lgani uchun. Mahrajda esa burchak koeffitsiyentining kvadratiga 1 qo'shib ildiz olingan ekan. Demak, biz mana shu formulani isbotlashimiz kerak bugun. Uning uchun bizga kerak bo'ladi Descartes koordinatalar sistemasini bir tarafdan chiroyli qilib yozib olamiz. Demak, bizda ordinatalar o'qi, absissalar o'qi. Mana bu x, y o'qi bo'lsin va mana shu koordinatalar tekstligida ikkita parallel to'g'ri chiziqni o'tkazib olamiz. Birinchisi bo'la qolsin, o'ngga parallel qilib, mana ikkinchisini o'tkazamiz. Demak, parallel bo'ldi. Endi mana bu D formuladagi B2, B1larni o'rni almashsa ham formula to'g'ri ishlayveradi. O'shaning uchun bu yerda qaysi chiziqni y1, qaysi chiziqni y2 deyilishi ahamiyatsiz, shunchaki indekslarni almashtirib qo'yishlik yetarli. Demak, ixtiyoriy ravishda mayli tepadagisini biz y1 bilan, bu yog'ini y2 bilan belgilaymiz. Endi tasavvur qilinglar. Bularning orasidagi masofa degani, ya'ni parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa har doim bir xil bo'ladi. Xohlagan qismida ikkita nuqtasini oladigan bo'lsak, mana bu joyni A nuqta, bu joyni B nuqta deb oladigan bo'lsak, demak bu orasidagi masofa D bo'ladigan bo'lsa, aynan shu parallel chiziqni boshqa joyiga tushirsam ham, misol uchun kelinglar bu tarafgami yoki mana bu joyga tushiradigan bo'lsam ham, uni baribir parallelligi saqlangani uchun misol uchun C va D nuqta deymiz. Buning ham orasidagi masofa D ligicha qolar ekan. Tushunarli? D ligicha qolar ekan. Endi qaranglar, formulani isbotlashga o'tamiz. Demak, kesib ordinat o'qlarini kesish koordinatalarini yozib qo'yaman. Mana bu joyni y1 deydigan bo'lsak, demak 0 b1 nuqtada kesib o'tadi. Bu y2 ga tegishli bo'lganligi uchun 0 b2 da kesib o'tadi. Endi mana bu nuqtadan keyingisiga bitta parallel chiziq o'tkazamiz. Demak, parallel emas, perpendikulyar chiziq o'tkazadigan bo'lsak, demak, mana bu qismimiz perpendikulyar bo'ladi. Shundaymi? Mana shu qismimiz perpendikulyar bo'ladi. Demak, mana bu kesib o'tadigan joyning koordinatalari esa kattalashtirib olamiz. Bu joyning koordinatalari qaranglar, mana bunaqa bo'ladi. Minus b2 taqsim k-yu 0. Mana bu joyniki esa minus b1 taqsim k-yu 0. Nimagaligini hozir tushuntiraman, chunki y o'qi bilan kesish nuqtalarini topishimiz uchun y ni 0 ga tenglab x ni topadigan bo'lsak, mos ravishda b1 taqsim k
va b2 taqsim k chiqadi va alohida mana bu rang bilan ajratib ko'rsatgan qismimni yaxshi e'tibor beringlar. Mana bu qism masofa bizga muhim. Mana shu masofa. Mana shu qorada chizilgan masofa menga muhim. Va shu masofani qanaqadir misol uchun delta harf bilan belgilasak, mana tepada yozaman. O'sha delta bilan belgilagan masofamiz demak b2 taqsim k minusdan ayrilgani bo'ladi b1 taqsim k. Buni hisoblasak, oldidagi minusni ham hisobga oladigan bo'lsak, bu b1 taqsim k minus b2 taqsim k yoki bo'lmasam delta masofamiz b1 minus b2 taqsim k ni beradi. Demak shunaqa. Endi mana bu burchakka e'tibor qaratinglar. Mana bu burchakka. Buni alfa desam, y1 va y2 parallelligidan mana bu joy ham nimalarga kelib chiqadi? Alfalarga kelib chiqadi. Demak, ikkala chizig'imizning ham burchak koeffitsentligi tengligidan va shu burchak koeffitsentning tangenisi, ya'ni shu burchakning tangenisi k ga tengligidan foydalanamiz. Demak, bizda mana bu masofa d, mana bu masofa esa demak delta bo'lib turibdi. Endi burchakni sinusini topaylik. Alfa burchakka nisbatan sinusini topamiz. Demak, sinus alfa bo'ladi. Qarshisidagi katet d, gipotenuza esa delta. Bizda tangens bor, sinus bor. Hozir bitta ish qilamiz. Qaranglar. Asosiy trigonometriya ayniyatdan sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa barobar birligini bilamiz. Ikkala tomonini ham kosinusga bo'lib yuboradigan bo'lsam, bizda keyingi tenglik hosil bo'ladi. Ya'ni 1 plus tangens kvadrat alfa barobar 1 taqsim kosinus kvadrat alfa degan asosiy tenglik mana shu. Va bugun shundan foydalanamiz. Buni joyini almashtirib yozadigan bo'lsam, kosinus kvadrat alfa barobar 1 taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa barobar shuni yozib qo'yishimiz kerakki, tangens alfamiz k ga teng. Demak, bundan kelib chiqadiki, kosinus kvadrat alfamiz barobar 1 taqsim 1 plus k kvadrat ekan. Yuqoridagi birinchi va 1 shtrix formuladan foydalanamiz endi o'sha formuladan foydalanamiz. Demak, formuladan foydalanish qanaqa bo'ladi? Biz bilamiz. Ayni bir burchakning sinusi bilan kosinus kvadratlari yig'indisi 1 ga teng. Yozib olaman. Demak, kosinus kvadrat alfamiz 1 taqsim 1 plus k kvadratga teng bo'ldi. Sinus alfani topganimizda esa bizda d taqsim delta bo'ldi. Endi men bu yuqoridan bu formulani soddalashtirib qo'ysam, d taqsim deltani o'rniga yozamiz. b1 minus b2 taqsim k. K ni tepaga chiqarsak, d k taqsim b1 minus b2 hosil bo'ldi. Endi shuni bu pastdagi formulaga qo'ysak, demak dk taqsim b1 minus b2, buni kvadratini hisoblab oladigan bo'lsak, mana bunaqa bo'ladi. Demak, kosinus kvadrat alfaning o'rniga 1 taqsim 1 plus k kvadrat plus sinus kvadratning o'rniga d kvadrat k kvadrat taqsim b1 minus b2 ning kvadrati. Shu narsa 1 ga teng. Bizda noma'lum sifatida d qatnashyapti. O'shaning uchun d ni topishga harakat qilamiz. D ni topishimiz uchun mana bu ifodani tenglikning o'ng tarafiga o'tkazamiz. d kvadrat k kvadrat b1 minus b2 ning kvadrati barobar
1 minus 1 taqsim 1 plus k kvadrat. Buni umumiy mahraj berib soddalashtirsam 1 plus k kvadrat 1 plus k kvadrat minus 1. Birlariga yigishib ketadi. K kvadrat taqsim 1 plus k kvadrat degan ifoda qoldi. Demak, d kvadrat k kvadrat taqsim b1 minus b2 ning kvadrati barobar k kvadrat taqsim 1 plus k kvadrat. Shu tenglik o'rinli bo'ldi. Bu yerdan k kvadratlarni qisqartirib mana bu narsani proporsiya qilib olsak, bizdan kelib chiqadiki, d kvadrat masofamiz b1 minus b2 ning kvadrati taqsim 1 plus k kvadrat. Endi xuddi shuni mayli bitta stranisada qola qolsin shuni. Shuni bu yoqqa yoza qolaman endi mana. Demak, d ni topmoqchi bo'lsam, ikkita tomondan ildiz olishimiz kerak. O'shaning uchun d barobar bo'ladi b1 minus b2 modul ichida kvadrat bo'lganligi uchun va ildiz ostida 1 plus k kvadrat bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'zgaruvchilarni joyini almashtirib qo'ysak ham tenglik o'zgarmaydi, chunki modulda 1 plus k kvadrat bo'ldi. Demak, formulamiz isbotlandi. YouTube'da bizani kuzatib boring. Demak, kanallarimiz sog' bo'linglar.